Yurtdoshlar, hammalaringni kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin. Eshitgan bo'lsang, yaqin kunlardan beri ijtimoiy tarmoqlarda men to'g'rimdan har xil gaplar tarqalmoqda. Qanchalik rost, qanchalik yolg'onligini men sizlarga isbotlab beraman. Chunki aytishmoqdaki, Iqbol Soliyev 2024-yildan beri hujjatsiz faoliyat olib bormoqda degan gaplarni gapirishyapti. Hammasi yolg'on, chunki meni qo'limda mana O'zbekiston Xalq tabobat assotsiatsiyasi tomonidan mana 2025-yilgacha bo'lgan mana guvohnomam ham bor. Mana kamerachidan iltimos qilaman, mana kun yiligacha ko'rsatib berishingizni iltimos qilaman. Va menga yana tabobat assotsiatsiyasi tomonidan muddatsiz guvohnoma bergan. Mana bu nimada chislo yil yozilmaydi. Va meni qo'limda mana Qozog'iston sog'liqni saqlash tarafidan menga yana guvohnoma berilgan. Qozog'iston xalqi uchun xizmat qilishim uchun. Va mana qo'limda xalqaro sertifikatim ham bor, shu tabiblik qilishim uchun. Ko'rdilaring qanchalik bu gaplar yolg'on, qanchalik yolg'on basligini sizlarga isbotlash uchun chiqmoqdaman. Yana menga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda 59.5 moddasini buzgan degan gaplar tarqalmoqda. Bu borada mana meni yuristim Abdullajon Jo'rayev o'zlarini fikrlarini gapirishadi. Bemalol Abdullajon, o'zingiz tushuncha bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Bionur sohibi Iqbol Soliyevning kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Iqbol Soliyev to'g'risidagi noto'g'ri axborotlar tarqatildi. Ushbu axborotlarning noto'g'ri tarqatilganligini yana bir bor isbotlab beraman. Shu axborotlarni men sinchkovligi bilan kuzatib bordim. Haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar tabib to'g'risidan noto'g'ri axborotlar tarqatdi. Yuqorida mana tabibimiz tomonidan ushbu axborotlarda 2024-yilda tabibni guvohnomasi muddati o'tib ketgan deb turib ma'lumotlar tarqatildi. Bu ma'lumotlar mutlaqo noto'g'ri. Mana hozir yuqorida tabibimiz tomonidan 2025-yil uchun berilgan guvohnomalar, shuningdek shu muddatsiz ravishda berilgan guvohnomalar ko'rsatib o'tildi. Ushbu guvohnomalarni past qismida QR kodlari bor. O'sha kodlar orqali bemalol tekshirib olishlari mumkin. Shuningdek, ushbu ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 81-moddasida ko'rsatilgan modda talablarini qo'pol ravishda buzgan. Ushbu konstitutsiyaviy normada ommaviy axborot vositalari o'zlari tomonidan taqdim etilgan axborotning ishonchliligi uchun javobgarligi ko'rsatilgan. Bu bilan ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar, blogerlar ushbu qonun normalarini qo'pol ravishda buzdi. Ya'ni o'zlari tomonidan tabib to'g'risida yolg'on ma'lumotlar tarqatildi, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun talablarini ham buzdi. Abdullajon, mana bizni internetga, Instagram va YouTube kanallariga ko'p tuzalgan bemorlarni o'zlarining xohishi bilan biz qo'yib boramiz. Chunki ko'p insonlar yolg'on ishlar qilyapti degan fikrda bo'lmasliklari uchun bor haqiqatni biz qo'yib boramizda. Endi bizga shunaqa talab qilinyaptiki, siz omma oldida siz targ'ibot qilyapsiz.
o'zingizni deyaptida. Shu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligiga bir o'zi izoh berishingizni so'rayman. Haqiqatdan ham e'tirozingiz to'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 59.5 moddasi dispozitsiyasida tabobat faoliyatini omma oldida targ'ib qilish ko'rsatilgan. Lekin sizni faoliyatingiz bu ommani oldida targ'ib qilish faoliyatiga kirmaydi. Sizni faoliyatingiz O'zbekiston Respublikasining axborotlashtirish to'g'risidagi qonuni 12.1 moddasiga ko'ra o'zingizni olgan axborotingizni erkin tarqatish huquqingiz bor. O'sha huquqqa asoslanib siz ommaga targ'ib qilishingiz mumkin. Buni o'sha sizga nisbatan cheklovlar qo'yiladigan davlat organlari xodimlari ushbu qonun normalarini o'zlarini manfaati uchun noto'g'ri talqin qilib kelmoqda. Mana hozirgi kunda sizni faoliyatingizni cheklash yuzasidan hududdagi huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ishlar olib borilmoqda. Ya'ni sizni faoliyatingiz o'sha tabobat qonunchiligini buzish deb noto'g'ri talqin qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasi 5-qismiga ko'ra inson va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarda yuzaga keladigan noaniqliklar va ziddiyatlar inson foydasiga talqin qilishi ko'rsatilgan. Lekin bu bilan o'sha davlat organlari xodimlari tabobat qonunchilik normalarini o'zini manfaatlari uchun noto'g'ri talqin qilyapti va sizni faoliyatingizni cheklashga noqonuniy urinish bo'lyapti. Aslida sizni faoliyatingizni tartibga soluvchi qonun mavjud emas. Shuning uchun davlat organlari va sizning o'rtangizdagi munosabatlarda noaniq va ziddiyatlar vujudga kelyapti. Shu yuzaga kelgan noaniqlik va ziddiyatlar o'rtasida sizni foydangizga o'sha qonunchilik, ya'ni xalq tabobati to'g'risidagi qonun mavjud emasligi sababli aniqlangan noaniqliklar va ziddiyatlar sizni foydangizga talqin qilinishi kerak. Sizni faoliyatingiz cheklanmasligi kerak amaldagi qonunchiliklarga ko'ra. Abdullajon mana aytishmoqda, siz litsenziya olishingiz kerak deyapti. Endi aslida tabiblarga litsenziya mumkin emasda. Chunki bu tabiblik avloddan avlodga o'tib keladi. Tabiblarga masalan mana 1000 yillarcha bo'lgan bo'lsa, meditsinani rivojlanganiga bir 100 yilcha bo'ldi-da. Endi hozir mana tabiblar uchun 9 yoshdan bu 90 yoshgacha bo'lgan insonlar kerak bo'lsa tabiblik qiladi, ham shu kungacha guvohnomasi ishlab kelgan tabiblar ham serobda, endi olib qaraganda. Xo'p, bizga aytishyapti, o'qishingiz kerak deyapti. Bu tabiblarni o'qitadigan domlasi bormi o'zi degan savol bermoqchiman-da. Masalan, bizni ota-bobomiz shu bilan shug'ullanib kelgan. Misolda, ota-bobomizni biz yo'lini qilyapmiz-da. Endi masalan biz o'qiydigan bo'lsak ham biz hop yoshmiz. 70-80 kirgan tabiblar qayerga borib o'qiydi? Misol, masalan, ular borib Toshkentga borib, men o'qib kelishim kerak deydimi yoki bu uyda bir o'tirib o'zini yo'nalishida faoliyat olib borishiga yo'l ochib berish kerakmi? Misolda, masalan biz mana masalan menga aytishyaptiki, siz o'qishingiz kerak, o'shanga qarab litsenziya olishingiz kerak. Men aytdim, ularga savol berdim, men ariza ham berdim. Xo'p, meni o'qitgan o'sha domlasi bormi ekan? Meni yo'nalishimda bu Alloh tomonidan berilgan narsa, bu xislatda endi buni. Shunaqa mo'jizaviy domlalar bormi desam, yo'q deyapti. Endi nimaga mendan litsenziya talab qilyapsizlar desam, endi talab shu. Nima qanaqa yo'nalishda men litsenziya olishim kerak desam, bilmadim. Berasizlarmi litsenziya desam, yo'q deyishdi-da. Hozir o'shanga men hayron qolyapman-da. Biz tabiblar litsenziya olishimiz shartmi, shart emasmi? O'shanga bir fikr yuritib berishingizni so'rayman. To'g'ri, e'tirozingiz haqli ravishda beryapsiz. Haqiqatan ham sizni faoliyatingizni bir necha yillardan beri o'sha litsenziyalash kerak degan iddio bilan chiqishmoqda davlat organlari. O'zbekiston Respublikasining litsenziyalash, ruxsat berish va xabar berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonuni mavjud.
ushbu qonunni sinchkovlik bilan o'rganib chiqdim. Ushbu qonunda faqat o'sha 25-26 grafiklarida o'sha tibbiy faoliyat uchun, farmatsevtika faoliyat uchun o'sha litsenziyalar berishligi ko'rsatilgan. Ushbu qonunda umuman xalq tabobati faoliyatini litsenziyalash ko'rsatilmagan. Shundan ko'rinib turibdiki, sizga nisbatan o'sha litsenziya berish tartib-taomili yo'q. Agar mavjud bo'lganda biz 1 yil oldin Qo'qon shahar davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganmiz. Yuridik shaxs sifatida murojaat qildik, lekin o'sha davlat xizmatlari markazi tomonidan sizga nisbatan litsenziya berilmasligi ma'lum qilindi. Agar litsenziya berilganda shu paytgacha litsenziya olib, qonuniy tartibda faoliyat yuritgan bo'lardingiz va davlat organlari tomonidan turli xil ruhiy bosimlar, tazyiqlar yoki cheklashlar bo'lmasdi. Mana aytyaptiki, hop, litsenziya deyapti-ku. Agar bizga tabiblarga litsenziya beriladigan bo'lsa, bilajon. Mana 7 yil, 10 yillardan beri med institutlarda o'qib kelayotgan insonlar borda, o'qib. Bizga osonlikka shu beradigan bo'lsa litsenziya, ular o'qishni tashlab bo'lsa ham tabiblik qilaman deb litsenziya olishi mumkin-da. Osongina 7 yil o'qigan nima deydi? Masalan, 1-2 oyda o'qib turib, litsenziya olgan qanchalik osonligini o'quvchilar ham hali xulosa qilishi mumkin-da. O'shanga masalan mana bizga shu o'zi aslida bu litsenziya keragi yo'q. Prezidentimiz tarafidan masalan shu Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan tabobat assotsiatsiyasini bizda guvohnomasi bor. Buni prezidentimizning o'zlari meditsina bilan birgalikda ish olib borish uchun tabobat assotsiatsiyasiga ruxsat berishganda, keyin o'sha tabobat assotsiatsiyasi tabiblarga guvohnoma berishni boshlagan. Hozirgi kunda hamma tabiblar shu O'zbekiston Xalq tabobat assotsiatsiyasidan ro'yxatdan o'tgan va kerak bo'lsa yillik viznoslarni to'lab keladi. Masalan, bizga zaril emas, bizlar noto'g'ri ishlab, masalan, haqda oldida xunuk ko'rinish uchunda biz o'zimizni ishongan assotsiatsiyaga ishonib biz shu kungacha kelyapmiz-da. Endi men bilmadim endi bu assotsiatsiyani qanchalik mavqi baland yoki baland emasligiga masalan xalqimizga iltimos qilaman, baho berishlaringni. Bizga shu litsenziya kerakmi, kerak emasmi degan savolimga javob berishingizni so'rayman. Haqiqatdan ham e'tirozlaringiz o'rinli. Xalq tabobati faoliyatini tartibga soluvchi qonun osti hujjatlari mavjud. Ushbu qonun hujjatlarini o'rganib chiqdim. Shunda sizga nisbatan sizni faoliyatingizni cheklashga harakat qilgan davlat organlari xodimlari, odilsizlikni amalga oshiruvchi sudyalar xalq tabobati qonunchiligini hali mazmun mohiyatiga, ich-ichiga kirgani yo'q. Chunki xalq tabobati qonunchiligini ichiga kirib o'rganib chiqsa, prezidentimiz tomonidan qo'yilgan talablarni to'liq tushunib yetadi. Prezidentimiz tomonidan tibbiy faoliyatga qo'shimcha ravishda o'sha xalq tabobati usullaridan foydalanib xalqimizga o'sha kerakli sifatli tibbiy yordamni ko'rsatilishi tushuntirib o'tilgan. Lekin sizga nisbatan o'sha material to'playdigan xodimlar ushbu qonunlarda asl mazmunini noto'g'ri talqin qilib, sizni o'sha javobgarlikka tortishga harakat qilyapti. Aslida bu xalq tabobati qonunchiligi o'sha tibbiy faoliyatga yordamchi kuch sifatida, ya'ni har xil o'sha farmatsevtika dori-darmonlari bilan o'sha tabiiy, masalan, tabiiy giyohlar, boshqa narsalarni qo'shimcha ravishda berib, tabiblarning faoliyatidan foydalanib, o'sha xalqimizga sifatli tibbiy yordam ko'rsatsin deb o'sha prezidentimizning qaror farmonlarida ko'rsatilgan. Lekin sizni faoliyatingizni noto'g'ri talqin qilib turib, sizni faoliyatingizga chek qo'yishga harakat qilinmoqda. Agar o'sha davlat organlaridan
iltimos qilib qolardim, shu xalq tabobati qonunchiligini sinchkovligi bilan o'rganib chiqilsa, sizni faoliyatingiz ham o'sha noqonuniy emasligini to'liq tushunib yetadi. Rahmat. Hurmatli obunachilar, ijtimoiy tarmoqdagi har xil noto'g'ri gaplarga ahamiyat bermanglar. Qanaqa bizga kerakli savollaring bo'lsa, biz bizni yuristimizni telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Bemalol shu yuristimiz bilan suhbatlashishlaring mumkin. Yangi yil hammamizga omadli yil bo'lsin. Dunyoda kasal qolmasin. Hammalarga sog'lik salomatlik tilayman. Yurtimiz boshida aytganda yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz umrlar uzoq bo'lsin. Hammalaringga sog'lik salomatlik tilayman.